O'zbekistonda hamda jahonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda 2026-yilda yangi parranda zoti paydo bo'ladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qishloq xo'jaligi vazirligi 2026-yilda O'zbekistonda mahalliy yangi parranda zoti paydo bo'lishini ma'lum qildi. Qishloq xo'jaligi vazirligi Ibrohim Abdurahmonov Samarqand viloyatiga ishchi tashrifi davomida Samarqand tumanidagi Navoobod nasli parranda fermer xo'jaligida bo'lib, agroparranda klasteri loyihasi taqdimoti bilan tanishgan. Markaziy xo'jalik yiliga 17 ming tonna parranda go'shti yetishtiradi hamda 75 million dona inkubator jo'jasini ochiradi. Yangi agroparranda klasteri ishga tushgach, 100 ming bosh nasli ota-ona galasi, 5 million bosh ikkinchi tartibli naslli parranda, 375 million dona inkubatsion tuxum, 700 million bosh bir kunlik jo'ja va 1 million tonna parranda go'shti yetishtirish ko'zda tutilgan. Buning uchun zarur bo'lgan 700 million tonna ozuqa ishlab chiqarish kooperatsiya asosida yo'lga qo'yiladi. Natijada yillik eksport hajmi 180 million AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Vazir loyiha bilan tanishib, uning istiqbolini yuzasidan mas'ullar bilan fikr almashdi. Shuningdek, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida ham faoliyatini kengaytirish masalalarini ko'rib chiqayotgani qayd etildi. Samarqand viloyatining 3 ta tumanida bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida jo'ja yetishtirish va ularning ozuqasini ta'minlash bo'yicha ishlar boshlangan. Xabarda aytilishicha, bu tizim mahalla aholisining daromadini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Misol uchun, bir oila 40 kun davomida 500 bosh jo'jani yetishtirib, 9 million so'mgacha sof foyda olishi mumkin. Ayni paytda ushbu loyihaga qiziqish bildirayotganlar soni ortib bormoqda. Avvalroq O'zbekistonning barcha hududlarida parrandachilikning go'sht va tuxum mahsulotlari kooperatsiyasi tizimi asosida 1 million aholi ish bilan ta'minlash bo'yicha parranda bosh daromad topish loyihasi amalga oshirilishi haqida xabar berilgan edi. 2030-yil 1-yanvarga qadar parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiquvchi tadbirkorlik subyektlarini yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'ini ekin maydonlaridan tashqari to'lashdan ozod etish taklifi berilgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.